Hammaga assalomu alaykum. 8-darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, loyihamizga qaytadigan bo'lsak, bu darsimizgacha biz weather info bilan va JSON fayl bilan ishlashni o'rgandik. Endi bugungi darsimizda shu o'rgangan ma'lumotlarimizni botga yuborishni ko'rib chiqamiz. Kelinglar, bu bot qanaqa ishlashini sizlarga ko'rsatib o'tsam. Telegramga o'tib olamiz. Mana bu yerda bot berilgan. Biz shunaqa kod yozishimiz kerakki, foydalanuvchilar kirganda va start bosganda enter the name or capital of the country degan ma'lumotni chiqarish kerak. Ya'ni shu davlatlarni nomini yoki poytaxtini bizga kirit degan ma'lumotni chiqarish kerak. Foydalanuvchilar davlat nomi yoki poytaxtini kiritganda bot country name'ni, capital name'ni va population'ni qaytarish kerak va undan keyingi ma'lumotlarni shunaqa button ko'rinishida chiqarish kerak. Misol uchun weather buttoniga bosadigan bo'lsa, weather in Uzbekistan deb turib, O'zbekistondagi ob-havoni eng kerakli ma'lumotlarni chiqarib berish kerak. Undan keyin Wikipedia linkni ustiga bosadigan bo'lsa, Wikipedia linkni chiqarish kerak. Buni misol uchun ustiga bosadigan bo'lsak, to'g'ri O'zbekistonni Wikipedia linkiga olib kirib ketish kerak. Ya'ni aynan O'zbekiston emas, qaysi davlatni kiritgan bo'lsa, shu davlatni Wikipedia linki, keyingi navbatda YouTube linkini chiqarish kerak. Undan keyin shu davlatni flag buttoni yordamida bayrog'ini qaytarishimiz kerak. Xuddi shu botni kodini hozir yozamiz. Demak, boshladik. Bu yoqqa o'tib olamiz. Birinchi navbatda men bot degan fayl yaratib oldim. Bu yerda telebotni import qildim va telebotni ichidagi types funksiyasini import qildim. Bu types yordamida biz buttonlar yaratamiz. Undan keyin JSON ni import qildim va main faylimiz ichidagi get weather funksiyasini import qilib oldim. Mana bu funksiya. Bu funksiya yordamida ob-havo ma'lumotlarini qaytaramiz. Xo'p. Undan keyin with open yordamida countries JSON faylini yaratgandik. Bu faylning ichida o'zimiz YouTube, Wikipedia linklarini qo'shgandik. Ya'ni o'zimizga kerakli JSON faylni mana bu yerda ochib olyapmiz. Undan keyin bot, telebot va undan keyin telebot funksiyasi yordamida qaysi Telegram botga kod yozayotganligimizni berib ketishimiz kerak bo'ladi. Mana bu yerda bilasizlar, Telegram botlarni API'ni berib ketishinglar kerak bo'ladi. Undan keyin start komandasi uchun kod yozilgan. Mana bu yerda start bosilgandan keyin enter the name or capital of the country degan ma'lumot yuzerlarga chiqib kelishi kerak. Undan keyin mana bu yerda botni ishga tushirish uchun bot polling funksiyasidan foydalangan. Endi botni ma'lumot kiritilgandan keyingi qismini yozib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda mana bu yerda message handler deb berib ketishimiz kerak bo'ladi. Bot message handler function lambda undan so'ng message'ga true beramiz. Bu yerda belgi qo'yilmas ekan. Undan keyin funksiya yozamiz. Def handle message degan funksiya yaratamiz. Message u o'ziga foydalanuvchidan kelgan messajni qabul qiladi. Country degan o'zgaruvchiga shu messajni lower case ga o'zgartirilgan text ko'rinishida lower case ga o'zgartirilgan holatini saqlab qolamiz. Undan keyin biz buttonlar yaratishimiz kerak bo'ladi. Buttonlar yaratish uchun bitta o'zgaruvchi yaratamiz, markup degan. Va bunga types inline keyboard markupni beramiz. Undan keyin buttonlarni yaratishimiz kerak. Weather buttonni yaratamiz, types inline keyboard buttonni beramiz bunga.
va tekstiga weather deb beramiz va callback dataga ham weatherni berib qo'yamiz. Weather. Bundan 4 ta yaratishimiz kerak bo'ladi. 4 ta yaratamiz va keyingilari bizda Wikipedia button bo'lishi kerak. Undan keyin YouTube button va yakunida flag. Bu yerga ham Wikipedia link deb beramiz va callback dataga wikini beramiz. Keyingisi YouTube link. Bunga YouTube beramiz. Va oxiri flag. Ham flagga o'zgartiramiz. Flag. Endi bu buttonlar ketma-ket chiqib kelishi uchun markupga row funksiyasini beramiz. Row va weatherni beramiz birinchi navbatda. Undan keyin Wikipedia'ni, YouTube'ni va yakunida flagni berib ketamiz. Buttonlarni yaratib bo'ldik. Endi country name, capital name va population'ni chiqarishimiz kerak. Buning uchun loopdan foydalanamiz. For I in data bizda mana bu yerda berilgan. Undan keyin try funksiyasidan foydalanamiz. Sababi ba'zi bir davlatlarni capital name'i berilmagan. Shuning uchun try'dan foydalanamiz. Agar I'ning name'i va uning ichidagi common, ya'ni country name uni lower case ga o'zgartirilgan holati teng bo'lsa country ga yoki I'ning capital'i teng bo'lsa country ga info degan o'zgaruvchi yaratamizda unga f-string yordamida ma'lumotlarni beramiz. Country name mana buni ko'chirib olib country name ni beramiz. Undan keyin /n ni beramiz bu yerdan, ya'ni keyingi ma'lumot bir qator pastdan tushadi. Bu capital name. Capital name bunga I'ning capital'ini beramiz. Va yakunida population'ni berishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqqa o'tib olsak, mana bu yerda berganmiz. Shuni ko'chirib olamiz. Population'ni berib oldik. Va endi bot send message chat id ni beramiz bunga. Undan so'ng f-string yordamida shu infoni qaytaramiz. Info va undan keyin reply markup yordamida markupni beramiz. Va yakunida return berib ketamiz. Sababi bizda 250 ta davlat bor. Agar foydalanuvchi kiritgan davlat bizda topilsa, return bilan uni olib qaytib chiqib ketadi. Agar return bermaydigan bo'lsak, foydalanuvchi agar
10 o'rinda turgan davlatni kiritsa ham dasturimiz 250 marta qaytadan tekshiradi. Shuning uchun qaysidir davlat topildimi, return bilan chiqib ketishni beramiz. Va oxirida accept beramiz. Key error bo'lib qolsa, ya'ni shu capital mavjud bo'lmagan davlat bizga kiritilsa, pass yuboramiz. Va yakunida agar foydalanuvchi kiritgan davlat yoki poytaxt bizda topilmasa, bu davlat topilmadi degan ma'lumotni chiqarishimiz kerak. Buning uchun buni ko'chirib olamiz va loopdan tashqari holatda yozamiz. Buni o'chirib tashlaymizda va mana bu yerdan country not found degan yozuvni qaytaramiz. Kelinglar endi botimizni shu qismigacha bo'lgan joyini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun buni ishga tushiramiz. Telegram botga o'tib start bosib ko'ramiz. Start. Xo'p. O'zbekistonni bossak bizga ma'lumotlar chiqib kelyapti. Endi shahar nomini yozib ko'ramiz. Toshkent. Xo'p, bizga Toshkentni chiqarmadi. Sababi mana bu yerda capital dictionary'ni ichida list berilgan, ya'ni listni ichida capital berilgan. Shuning uchun bu yerga 0-indeksni berib qo'ysak va mana bu yerda chiqarayotganda ham 0-indeksni bersak, ana endi dasturimiz to'g'ri ishlaydi. Dasturni qaytadan ishga tushirdik. Endi mana bu yerda Toshkent deb bersak, yana bizga qaytarmadi. Xo'p. Capital no index. Mana bu yerda lower case berib ketishimizdan chiqdi. Lower berib yuboramiz va endi dasturimizni qaytadan ishga tushirib ko'rsak, endi ishlashi kerak. Toshkent. Kichkina harfda yozib ko'raylikchi. Toshkent. Mana bizga ma'lumot chiqib keldi. Mana bu yerda xatolik ketganini sababini tushungan bo'lsanglar, ya'ni capital mana bu yerda countriesdagi to'xtatib turamiz hozircha. Mana bu yerda berilgan capital list qabul qiladi va listni ichida capital name joylashgan. Shuning uchun dasturimiz xato beradi. Listdan capital name'ni chiqarib olish uchun unga indeks bilan murojaat qilamiz. Mana bu yerga 0-indeksni berib, undan keyin lower case ga o'zgartirib solishtirsanglar, keyin to'g'ri chiqadi. Dasturimiz yaxshi ishlayapti. Endi keyingi qiladigan ishimiz mana shu buttonlar bosilganda dasturimiz qanaqa davom etadi. Aynan shu qismlarni qilib olamiz. Buning uchun mana bu yerda biz callback query handler yaratamiz. Bot callback query handler function lambda va undan so'ng call true bo'lsa, undan keyin funksiya yaratamiz. Def callback query deb nomlaylik buni. Bu o'ziga callni qabul qiladi. Agar call data teng bo'lsa, bizda birinchi bo'lib weather berilgan, weather ga teng bo'lsa, dasturimiz ob-havo haqida ma'lumotlarni chiqarish kerak. Weather info deb o'zgaruvchi yaratib olamiz. Weather info va bunga get weather funksiyasi yordamida shu qaysi davlat kiritilayotgan bo'lsa, shu davlatni ob-havo ma'lumotlarini qaytarishimiz kerak. Weather info. Mana bu yerda kiritilgan davlat yoki poytaxtning nomini berib ketishimiz kerak. Buni mana bu yerdan olishning imkoni yo'q. Shuning uchun bu muammoga oldingi darslarimizda ham, oldingi loyihalarimizda ham duch kelganmiz va buni yechimi sifatida yuqorida bir dictionary yaratgandik va u dictionaryga ma'lumotlarni
kiritib ketgandik. Bu yerda ham xuddi shu usulni qo'llaymiz. Buning uchun yuqoriga chiqib country info degan o'zgaruvchi yaratamiz va bunga dictionary berib, uni key va value'larni berib ketamiz. Birinchi o'rinda country name bo'ladi va buni false ga tenglaymiz. Undan keyin bizga kerak bo'ladigani bu Wikipedia link. Buni ham olamiz, buni ham false ga o'zgartiramiz. Undan keyin kerak bo'ladigani YouTube link. Buni ham false qilamiz. Va yakunida bizga flag kerak bo'ladi, ya'ni flagni shu PNG formati kerak bo'ladi. Buni ham false ga o'zgartiramiz va pastdan mana bu yerdan agar bizda country topilganda country infoni name'iga mana bu I'ning name va commonni berib ketamiz. Bu country name hisoblanadi bizda. Undan keyin country infoni Wikipedia'sini berib ketishimiz kerak. Wikipedia bo'lsa bu I'ning links dictionary'ning ichidagi Wikipedia linkda joylashgan. Wiki link deb bergandik adashmasam, yo'qotib tekshirib olishimiz mumkin. Mana wiki link deb bergan ekanmiz. Wiki linkni yozdik. Undan keyin YouTube linkni berishimiz kerak. YouTube deb yozamiz va mana bu yerga bo'lsa YouTube linkni beramiz. Va yakunida bizga flag kerak. Flagni country info flag deymiz. Va bu I'ning flagida PNG formatda saqlangan. PNG ni beramiz. Ya'ni bu har bitta davlatni flag dictionary'ning ichidagi PNG formatini, ya'ni PNG linkini oladi. Bu ma'lumotlarni olib bo'ldik. Endi mana bu yerga country name sifatida country infodagi name ni berib ketsak bo'ladi. Name. Bu foydalanuvchi qaysi country'ni kiritgan bo'lsa, shuni o'ziga qabul qilib oladi. Mana bu yerda weather buttoni bosilganda qanaqa ma'lumotlar chiqishini berib ketdim. Birinchi navbatda weather data degan o'zgaruvchi yaratib oldim va bunga get weather funksiyasi yordamida country infoni degi name ni berib ketdim. Ya'ni foydalanuvchi qaysidir country name ni kiritsa, bu o'ziga saqlab oladi va get weather ga yuklaydi. Va get weather funksiyamiz mana bu yerda funksiyani yaratganmiz. Bu funksiya qaytaradigan ma'lumotlar weather data ga kelib tushadi. Va data degan o'zgaruvchiga shu ma'lumotlarni mana bunaqa chiroyli ko'rinishda saqlab oldim. Endi bu ma'lumotlarni send message funksiyasi yordamida userga yuboramiz. Bu yerda e'tibor berib ketishinglar kerak bo'ladi. Mana bu yerda keylarni katta harfda yozib qo'yibman. Shuni kichik harfga o'zgartirib olamiz. Agar bu yerda katta harflar berilgan bo'lsa, mana bu yerda ularni chaqirayotganimizda ham shunaqa katta harflardan foydalanishimiz kerak. Hammasi kichkina harfda bo'lgani yaxshiroq. Shuning uchun shu narsasiga e'tibor berib qo'yasizlar. Va keyingi navbatda elif call data teng bo'lsa wikiga Wikipedia linkni jo'natishimiz kerak. Bot deymiz, send message, call message chat ID, buni ko'chirib olamiz. Undan so'ng f-string yordamida Wikipedia link deymizda Wikipedia linkni berib ketamiz. Bitta /n tashlaymiz, ya'ni new line'da country info va uning ichidagi wikini chaqirib olamiz. Bu o'ziga Wikipedia linkni saqlab qoladi.
YouTube link ham xuddi shunaqa beriladi. Pastdan YouTube linkni beramiz. Mana bu yerga YouTube yozamiz. Va oxirida biz flagni qaytarishimiz kerak. Buni ham elif deb beraveraylik yoki else deb bersanglar ham bo'ladi, chunki bu oxirgi ma'lumot hisoblanadi. Bot.send message bo'lmaydi, endi send photo bo'ladi. Send photo call message chat ID fotoga country infodagi flagni beramiz. Flag. Va undan so'ng caption berib ketamiz. Caption bu shu ta'rif, shu rasmga ta'rif. Elif bu yerda xatolik ko'rsatyapti. Bu flagga teng bo'lsa. Captionga f-stringda /n tashlagan holatda the flag of country name, country info va uning ichidagi name ni beramiz. Name. Dasturimiz to'liqligicha yakunlandi. Kelinglar bir tekshirib ko'ramiz. Hammasi joyida ishladi. Bu yoqqa o'tib olamiz va weatherni bosib ko'ramiz. Mana bu yerda bizga xatolik chiqardi. Sababi flagda xatolik beryapti. Buni tekshirib ko'ramiz. Countriesga o'tamiz va pastroqda flag berilgan bizda. Buni tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda flag. Biz flagdan emas, flagsdan foydalanishimiz kerak ekan. Shuning uchun bu yoqqa o'tib, bu yerga flagsni beramiz. Endi to'g'ri ishlash kerak. Buni ishga tushiramiz. Va bizda xatolik bermadi. Kelinglar tekshirib ko'ramiz. Misol uchun Turkiyani berib ko'raylik. Mana bizda Turkiya haqida ma'lumotlar chiqarib berdi. Country name Turkiya, capital name Ankara va population. Endi weather infoni olmoqchi bo'lsak, mana weather in Turkey, weather clouds 18 gradus bo'layotgan ekan va qolgan ma'lumotlarni ham chiqarib berdi. Endi Wikipedia linkni olmoqchi bo'lsak, mana bu yerda Wikipedia link. Ustiga bosadigan bo'lsak, to'g'ri Google dan Wikipedia, Turkiya haqida Wikipediani chiqaradi. Xo'p, keyingi navbatda YouTube linkni bosamiz va bu yoqqa bosadigan bo'lsak, mana Turkiyani chiqarib berdi YouTubedan. Bundan chiqamiz va oxirida flagni bosadigan bo'lsak, mana the flag of Turkey. Turkiyani flagini chiqarib berdi. Endi e'tibor berayotgan bo'lsanglar, button bosilyapti, lekin ma'lumot chiqqandan keyin hali ham proses ketayotganligini mana bu yerda bildirib turibdi. Misol uchun bosadigan bo'lsak, ma'lumot chiqdi, lekin hali ham bu proses ketayotganligini mana bunaqa qilib bildiryapti. Buni qanaqa qilib o'chirsa bo'ladi? Kelinglar, shuni ko'rib chiqamiz. Buni to'xtatib turamiz. Ma'lumot bizga qaytgandan keyin, ya'ni button bosildi va ma'lumot qaytdi. Qaytgandan keyin bu proses to'xtatish kerak. Buning uchun bot answer callback query degani bor. Callback query va bunga call ID ni beramiz. Endi bunaqa muammo bo'lmasligi kerak. Buni har biriga berib chiqamiz. Xo'p, mana
bu yerga ham va mana bu yerga ham. Endi dasturni qaytadan ishga tushirib ko'ramiz. Dastur ishladi, bizda xatolik chiqarmadi. O'zbekiston deb yozib ko'ramiz. Hop. Mana bizga ma'lumotlar chiqib keldi. Weatherni tanlaydigan bo'lsak, weather chiqdi va proses ham to'xtadi. Mana bu yerda. Wikipedia linkni bosadigan bo'lsak, mana link chiqishi bilan mana bu yerdagi proses to'xtayapti. YouTube link va flag. Endi kichkina harfda yozib ko'raylik. Misol uchun Turkiya. Mana ma'lumotlar chiqib keldi kichkina harfda ham. Endi poytaxtini kirgizib ko'raylik. Ankara. Mana poytaxtni kirgizsak ham bizga ma'lumotlar chiqib keldi. Xo'p, darsimiz shu yerda yakunlandi. Endi loyihamizga qaytadigan bo'lsak, biz country name'ni, capital name'ni va population'ni chiqardik. Weather info, flag, YouTube va Wikipedia linklari bo'lsa, buttonli qildik. Ya'ni button bosilganda ma'lumotlar chiqib keladi. O'ylaymanki, o'zingizlarda fantaziyalar, o'zingizlarda g'oyalaring bilan boshqacha qilib yaratishinglar ham mumkin. Umuman olganda dastur kodi shunaqa yoziladi. Hammalaringga rahmat. 8-darsimiz yakunlandi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha.